Hammaga assalomu alaykum aka opa singillar. Kimda kim Moskva shahrida yurgan, Sankt Peterburg shahrida yurgan vatandoshlar, yurtdoshlar mana ko'rib turibsizlar, posадка jarayonlari bo'lyapti. Aka-ukalar, shunaqa avtobuslarda qaytishdagida bo'lsanglar, ekrandagi nomerga murojaat qilinglar. Barcha batafsil ma'lumotlarni olasizlar. Ushbu avtobuslarimiz xudo xolasa 2,5 sutkada Toshkent granitsasiga yetib boradi. Toshkentga Sobir Rahimov vokzaliga kiradi. Har bitta avtobusimizda ikkitadan 3tadan voditelь bo'ladi aka-ukalar. Bu avtobusimiz 60 talik, bu avtobusimiz 70 taga yaqin mestasi bor. Tak что o'ylanmasdan, cho'chimasdan bemalol обращаться qilinglar. Kimda kim shunaqa avtobuslarda ketishdagilar bo'lsa. Aka-ukalar, reyslarimiz har kuni bo'lyapti bizda, xudo xolasa. Dokumentda muammosi bo'lsa, yurtdoshlarimizni, vatandoshlarimizni bemalol olib chiqib ketamiz. Bez deport, bez zapret qilib, Zolotoy Koronadan qarzi bo'lganlarni ham olib chiqib ketamiz. Yukka keladigan bo'lsa, mana akalarimiz keladi, yuklarini yuklashgan, mana ko'ryapsizlar, misol mana chamadon kelgan akalar. Xichangina qilib bemalol olib kelsanglar bo'laveradi. Bizda yukka oshiqcha pul olinmaydi. Просто gabaritni katta qilib olsanglar bo'ldi, yukni olib kelaverasiz. Tak что o'ylamasdan, cho'chimasdan bemalol ko'rib turgan nomerga обращаться qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avtobuslarda eng zo'ri bizda unutmanglar. Kelayotgan bayraminglar bilan aka-ukalar, yurtdoshlar va vatandoshlar.